2025-yil noyabr va dekabr oylariga umra safarlari narxi tushdi do'stlar. Haqiqatan ham shu do'stlar, e'lon qilyapmiz bu narsani. Mana shu videoni sizlar uchun harakat qilayotganim uchun like qo'yib va kommentariyaga niyatlarini yozib qo'yinglar. Men niyatlarni kommentariyada o'qiyapman. Oilaviy borishga niyat qilayotgan. Inshaalloh men ham ukam bilan otamni umraga borishga niyat qilganman. Alhamdulillah inshaalloh. Endi bu yil ulgurmasam kerak-ku, dekabrga dedim. Yanvarda 10-dan keyin uchadigan bo'lyapman, xudo xolisa. Endi unda qanaqa narxlar bo'ladi bilmaysiz. Alloh alam Alloh. Sizlar ham niyat qilgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Endi Centrum Holiday kompaniyasiga kelganmiz do'stlar. Bu yerda umra safariga nima olish kerak? Hozir buni batafsil olamiz. Nima qilamiz? Avval narxlarini ham aytamiz, nima o'zi bepul beriladi. Birinchi bo'ladigan narsa bu eng asosiy narsa bejik beriladi har bitta insonga, chunki bejda QR kod va telefon raqami bor. Shu orqali sizni любой moment haligi ota-onangiz qiynalib qolmaydi. Ko'chada любой joyda bunday qilib ko'rsatsa, sразу qaysi mehmonxonaga borish ko'rsatib berishadi. Keyin O'zbekiston nomeri ham bor, Arabiston nomeri ham bor. Undan keyin nimcha beriladi bepulga, ya'ni oyoq kiyim, meva-cheva, pasport dokumentlarga mana alohida cho'ntagi bor do'stlar. Mana bu qilib alohida pasportlar baqa solasizlar, qolgan tapchikalarni baqa solsa bo'ladi. Nimcha beriladi, xudo xolasa. Endi narxlari necha pul bo'lib ketdi, necha pulga tushirib oldik. Hozir buni ukamiz Abduvohiddan bilamiz. Assalomu alaykum bir bor Abduvohid. Xo'p, Abduvohid, narxlar necha pulga tushib ketdi, necha pul bo'lib ketdi bu safarda? Noyabr, dekabr deylar, xudo xolasa 2025 ga. Xo'p, noyabr, dekabr oyiga bundan oldingi videomizda adashmasam $1100 chiqardik. $1100 qo'ydik. Xudo xolasa Centrum Holders kompaniyasi shu doshlarimiz o'ylagan holatda $1050 dan butun O'zbekiston bo'lib 5 ta viloyatdan esamiz jamigasi $1050 qilib qo'ydi. Farqi yo'q. Toshkent, Buxoro, Andijon nimada любой joydan o'tsa. Любой joydan o'tsa 5 ta viloyatdan. O'zi qaysi viloyatlarda reyslarimiz bor? Xo'p, Samarqanddan, Toshkentdan, Andijondan, Namangandan va Farg'onadan reyslarimiz bor. Xudo xolasa. Mana shu yerda любой joydan o'tsa o'sha $1050. $1050. Xo'p, endi Obi Qosimov bilan bonus bilan sizlar. Xo'p, aka o'zi bonusi inshaalloh bor. Bitta ikkita gap emas. Butun boshli obunachilaringizga bor. Bu. Inshaalloh mana bu aeroportda o'zingiz bilasiz 2250 ming dollar narsani nechta ketishlardan qat'iy nazar 100 ta ketishadi, 1000 ta ketishadi, har bittalariga inshaalloh Centrum Holders kompaniyasi nomidan beriladi. Yostiqcha bor. Yostiqcha beriladi. Do'stlar, bu yostiqcha qanday qilib ko'rinishdan oddiy yostiq bo'lishi mumkin, lekin Dormonda aeroportda qimmat sotilar ekan. O'zim 155 ming, 60 ming so'mga olganman. Bunaqa bas. Bundan yubqasini olganman, to'g'risini aytsam. Bunaqa qalinliklarda 150 mingdan, 200 mingdan balandroq 300 mingga sotishadi nimalar bilan. Xudo xolasa bu har bitta bizning obunachilarimizga, Centrum Holders ketayotganlarga, aynan shu pastdagi raqamda ketayotganlar uchun Centrum Holders nimalarga telefon qilib, boshqa vakillari ham bor. Boshqa vakillarida bu narsa berilmaydi. Faqat shu Abduvohid ukamiz o'zi biz obunachilik beryapti. Shuni hisobga olib qo'yasizlar do'stlar. Xudo xolasa. Endi keling avval narxlarda $1050 bo'lib ketdi. Mehmonxonalarda ma'lumot beraylik, keyin ozgina shu erkaklarimiz nima olish kerak, ayollarimiz nima olish kerak, shuni ham aytib ketsin. Xo'p, Oybek aka, ayollarimiz o'zini kiyimlari ehrom hisoblanadi. O'zini toza kiyimlari, bir yangi oling yo maxsus kiyimi yo'q ayollarda. Erkaklarda maxsus kiyimi nima? To'pig'i ochiq tapchika. Tepasi ochiq tapchika bo'ladi. Ko'pincha slansi deyishadi. Slansi, asosiy slansi bo'lsa, ulug'lar aytgan narsaga tushadi inshaalloh. Endi ehrom. Eng asosiy kerak bo'lgan narsa ehrom. Keyin yana nima kerak bo'ladi asosiysi, qo'pol bo'lsa ham aytaman, erkaklarga ichki kiyim. Ko'proq. Yer havo issiqligini hisobiga har xil yosh kattalarda o'z tushunasiz, har xil holatlar bo'lib qolyapti. Biz kirib ketishdan oldin takror maylislarni ham aytyapmiz. Avvalilar kunda yechib tashlab olinglar. Yuving yo bo'lmasa yuvgan imkoniyati bo'lmasa sumkangizga salamatini solib qo'ying. Kunda yangi oling. Kunda har ehtimolga qarshi, chunki biz haramda yuribmiz, Rasulullohning oldida yuribmiz. Toza holatda yursa juda go'zal. Yana bitta narsa, ehrom holatida do'stlar ichki kiyim kiyilmaydi. Shuni ham e'tiborga olib qo'yasiz. Bu ichki kiyim ehromdan tashqari shunday vaqtlarga kiyilgani hisobga olingan. Xuddi shunday. Xo'p, ichki kiyimdan ko'proq endi do'stlar hozir otaxonaxonlar uchun harakat qilyapmiz. Bir 10-20 ta solib beringlar. Bir kunda bittadan kiysa ham 15 kunga yetadi. 14 kun hozir reyslarimiz. Xuddi shunday. Xudo xolasa. 14 kunlik reyslarimiz Oybek aka, shuni ham gapirasam o'zi deyishi mumkin, lekin biz 5 yil davomida shu sohada bo'ladigan bo'lsak, biz har xil holatlarni ko'rdik. Endi oxiri gapirishga majbur bo'lyapmiz. Qo'pol bo'lsa ham.
mani foydam emasda, bu ota-onangizni, o'zingizni foydangiz xolos. Menga siz borib umra qilsangiz yo ibodat qilsangiz, qiyomatda menga bir savobdan hech kim bermaydi-da. Ochiq aytish kerak, lekin o'zingiz uchun, ehtiyojingiz uchun, o'zingizni xotirjamligingiz uchun ibodatingiz puxta bo'lsin deyapman. Keyin Central Holidays litsenziyasi bor do'stlar, e'tiborga olib qo'yasizlar. Ya'ni 0014 litsenziyada buning uchun bemalol litsenziyani tekshirish uchun MyGo, UGo, DuGo yana nimadir saytlar bor. Любойda tekshirsalar ham bo'laveradi. Mana nimasi bor xudo xolasa. Bemalol. Xo'p, endi Madinada necha kun, Makkada necha kun? Xo'p, Oybek aka, mana shu narsani to'liqroq qilib tushuntirib bersam yurtdoshlarimizga. Bizda 5 ta viloyatda reys bo'ladigan bo'lsa, Jiddasiga ham bor, Madina Munavvaraga ham bor reyslarimiz. Madina Munavvaradan boshlaydigan bo'lsa, reyslarimiz Madina Munavvarada 3 kun turiladi, Makka Mukarramada esa 11 kun turiladi. Bundan tashqari Madinada 2 mahal issiq taomlarimiz bo'ladi, Makka Mukarramada esa 3 mahal milliy taomlarimiz bo'ladi. Malakali 50 yoshlarimiz o'zlari birgalashib umra ibodatlarini amalga oshirib qo'yishadi. Xudo xolasa Madina Munavvarada aytdim, siz masofa adashmasam, sayohatlarimiz Arofat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Qizil dengiz, Hiro g'ori, Mino va yurtdoshlarimizga, bizdan ketadigan yurtdoshlarimizga katta bonus qilib qo'ygan. Shuncha bonusdan tashqari yana bonus qo'yamiz. Atir zavodiga borishga. Yog'im bor. Yog'im bor, Makkada bo'ladi u. Atir zavodiga borishadi. Atir zavodidan kelayotganda, ehromlarni olishadi. Kelayotganda yana bir marta gruppa bilan umra qilish imkoniyati ochiladi. Yana bir marta. Miqotdan chiqishganda hisobiga qaytib kelishayotganda umra qilishadi. Bir marta o'zi borganda umra qilishda 50 yosh bilan birga, ikkinchi marta yana 50 yoshni o'zi umra qildirib qo'yadi inshaalloh. Zo'r. Do'stlar aka. Xudo xolasa bu aynan shu ekrandagi nomerga aloqa chiqarsizlar. Bitta narsa, balkim siz hozir imkoniyatingiz yo'qdir olib borgani. Lekin birinchi bo'lib qilinadigan amal harakat qilasiz, qolganini Alloh yetkazadi. Robbim aytsa borasiz. Bo'lmasa million dollar pul bo'lsa ham bora olmay qolasiz. To'g'risini aytsam, men o'zimni ham, to'g'ri o'zimni qarindoshlarimni ham, o'zimni shunaqa bo'ldi, 10 ming, 20 ming dollar puli bor, lekin katta hoji tugul umraga ham borishga imkoniyat qilolmaganlar bor. Ota-bobolarimiz bu narsaga rosa qiynalishgan. Alhamdulillah, Robbim shunaqa qilib, bizni vaqtimizga biz hozirgi mana bo'lsa, kerak bo'lsa, yiliga 2 martadan borishga imkoniyat beryapti. Gohida 5 marta borganlar ham o'zim o'rtalari. Oybek aka gapingizni bo'ldim. Shu yerda bitta odam aytdi menga, Abdulvohid, siz jay namozi ustida turib yetib olganingiz uchun umraga ketayotganingiz yo'q dedi. Qattiq gap bo'ldi. Men ichim g'alati bo'lib ketdi. Tushunmadim hoji aka, nima demoqchisiz endi? Ochiqroq aytingiz. Sizni ota-bobolaringiz bor-ku dedi. Boboingiz bobosi borolmagan. Davlat tomonidan usul bo'lmagan, yo boshqa bo'lmagan, yo'llar bo'lmagan, borisholmagan, lekin ular nima duo qilgan bilasizmi? Oxirgi duosi farzandlarim borsin duo qilgan. O'shalarning duosining ijobatiga siz hozir bemalol bugun pasport topshiryapsiz, ertaga umrada bo'lyapsiz. Bugun pasport beryapsiz, 4 soatdan keyin Rasululloh huzurlarida bo'lyapsiz. U sizni bobolaringizga orzu edi ular deyapti. Bizni shu narsani o'zimga oldimki, keyin mana shu to'g'ri. Men o'zi arzimayman. Bu o'zi qilayotgan ishimizga o'sha yerga borishga arziymizmi? Lekin o'sha biz ota-bobolarimiz biz ustimizga duo qilishganda, farzandlarim borsin, nevaralarim borsin, boshqalar borsin degan tazoggacha hozir mana muhtaram yurtboshimiz erkinliklar ochib berdilar, o'zlari Saudiyaga borib keldilar. Borib kelgandan keyin yanada erkinliklar ochildi, o'tgan yil 10 mingtaga olingan bo'lsa, bu yil 100 mingtaga olinyapti, doimiy ko'payib boryapti inshaalloh. Do'stlar, mana shu islohotlar uchun ham haqiqatdan bu narsani sezgan insonlar, bu narsaga niyat qilgan insonlar bilasizlar, hamma joyda yaxshilik ko'rgan inson Alloh yaxshilik yetkazadi. Kommentariyga prezidentimiz uchun malades prezidentimiz kommentariy yozsa eslangdan chiqmasin. Undan keyin mana shu ota-bobolarimiz uchun ham bitta duo qilib, Alloh rahmatiga olsin, hammasini kommentariy yozib berish eslangdan chiqmasin do'stlar. Bu narsa yozilgan narsa ijobat bo'ladi. Xudo xolasa umra safariga hammalarga taklif qilamiz. Alloh nasib etsa balkim birga borarmiz. Mana ham o'sha yerda ozgina bo'lsa ham ota-onangizga bitta bloger bor reklamani shuni aytib bir duo qilib qo'yinglar desak, biz ham xursand bo'lib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin. Abduvohid. Rahmat. Sog' bo'linglar. Ustoz bilan bugun Central Holidays kompaniyasida reklama qildik. Kimga ishonchli, kafolat bilan chiroyli narxlarda bonuslar bilan birga umra safari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.